Yana o'sha tema Damas motorga Spark 1.5 lik Porsche qo'yib tayyorlab berganmiz. Buni mo'yka qilinmagan, buni sababi bor. Videoga like bosib, oxirigacha kuzatib tursangiz, nima ish qilganlarimizni tushuntirib o'tamiz. Vallarni, shilpopkalarini qilib, shatullarini, kladishlarini qo'yib bog'lab, zavodskoy shatun qo'yib berganmiz. Spark 1.5 lik Porsche'ga to'g'ri keladigan. Galovkasini 3 teskga ginizda qo'qib tayyorlab berganmiz. Eng asosiysi suruvchi tomonini kengaytirib berganmiz. Shu joytiga e'tibor berib qo'yasizlar. Kollektorni ham xuddi shunaqa qilib kengaytirib qo'yilgan. Mo'yka qilmaganimiz sababi uzoqdan kelishgan, kelib ketish oson emasligi uchun iltimos qilishgan. Oka kelinchi yaqinroq. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oka, qanchada tayyorlab berdi ishingizni? 2 soatda tayyorlab berdilar. Vodildan kelganim uchun. Vodildan tashrif buyurganlar. Bizga ishonch bildirib, shunchalik kelganingiz uchun rahmat aytamiz. Bizni kuzatuvchilar o'sha Farg'ona, hamma viloyatdan kuzatishadi. Kimdir sizni tanib, telefon qilib natijasini so'rashlari mumkin-da. Natijasini aytaverasiz, oka. Bo'ldi, aytib beraman aka. Farg'onaliklar o'kan taniganlar like bosib, kommentariyada qanaqadir so'zlaringiz bo'lsa yozib ketasizlar. Inshaalloh shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, chiroyli qilib bitirib beramiz. Bu videoni Damas bor yaqinlarga jo'natib qo'yasizlar. O'sha Spark 1.5 lik Porsche quydirmoqchi bo'lganlarga va biz sahifamizga obuna bo'lmak, kuzatganlar bo'lsa, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.